Yaxshi bir yerdan tamchi qilsa alam degan bo'yichingiz mana sizlar uchun o'shanday bo'lgan bir sirtdagi ahvol bilan birinchi yo'l tanishtirib ketdim. Qo'ni qo'shni birinchi yo'l aytadi, qo'ni qo'shni yaxshi bo'lsa, anan tam olish kerak. Men qo'ni qo'shnilar bilan suylashdim, kelib bemalol shu uyni olsangiz bo'lardi. Endi ichkaridan tanishtiramiz, qani ketdik. Endi ichkarisi bilan tanishtirib ketaylik. Bu uchastkamiz 12 sotuq ekan. Sразу aytib ketaman. Kirganda solda 6 komnatasi bor ekan, 2 podval ekan, ichida quduqdagi bor ekan, tualet, полностью suyetlari bor ekan. Aytib o'tganimizdek 12 sotuq. Buyog'i пока pusto ekan, buyog'ida o'shunday bo'lgan. Kengli, 6 komnata, koridor, ichida 2 podvali bor, orqasida dagi bir отдельный kalitkasi bor ekan. Mal qo'yib bag'am desangiz, bu yoqda esa naveslar bor ekan. Endi esa bu yoqdan tashlab ketdik. Ichi bilan tanishtiraylik. Qarang, bu yoqda bir komnatasi, bu yerda bir tapchani bor ekan. Tugunda podvalidagi bor ekan. Quduq aytib o'tganimizda sizlarga minutda boshlabdi egasi. Qarachi bu yuz tayyor ekan, Yevroremontga. Ben aytib o'tganimizda bu yoqda bir komnatasi bor ekan, bu yer kuxnya ekan. Bu yoqda 2 komnata ekan, hozir kulishini topadi, shashilib. Anan bu yoqda cho'ng zali bor ekan, o'ta cho'ng ekan. Anan aytib o'tganimizda bu yoqda dag'i bir podval bor ekan, qolganlaringizni bitirsangiz bo'ladi. Endi bu yoqdan tanishtiramiz, ketdik. Bu yoq aytib o'tganimizda naves ekan, bu yoq tualet, orqasida o'sha men aytganim, где-то 2 metr, 1,5 metr yo'li bor ekan, mal qo'yib bakan, o'sha sizlar ko'rib turgan cho'ng naves bor ekan bu yerda. 10-15 ta bemalol mol boqa turgan, adam narig'ida qo'y boqa turgan dag'i naves qilib qo'ygan ekan. Bu yoq keng zeleный zonaga, огородga tayyor ekan. Proyektlari ayvay, maga joqda so'lon qilib solgan ekan. Qarang, kirganingiz o'shanday bo'lgan. Sol joqda kengina qilib 6 komnata, koridor, podval, sadval, quduqlarini ham ana baratadan kirganingizda onda o'shanday bo'lgan naveslar bor ekan. Endi sizni Shashtibay aqchasini aytib ketaylik. Bu yerda qayerda joylashgan, sразу aytib ketaylik. Mazorqo'rg'on shahrini qarashdi. Sovetskiy rayonida qoladi, 62 trassasidan, Arpachidan, bu yoqda Arpachi bo'lsa, yo'lni bu betini o'sha ko'chaga kirib kelsangiz, где-то 500 metr bosib kelganingizda yo'lni bo'yinda o'sha yerda joylashganda, lokatsiyalarni Yandexga qoldirib qo'yibdan kelib, ES bilan baylanishib o'tsangiz bo'ladi. Bahasini ayta turgan bo'lsak, 8 milyon 600. Biraz kam bas. Bu videoda shunday kengina tamizlab jurgan tanishlarimiz bo'lsa, jo'natib qo'yamiz.